Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Bu galgi videomiz Nexus 2 avtomobilining yoqilg'i baki haqida bo'lib o'tadi. Nafaqat Nexus 2 avtomobili, boshqa avtomobillarda ham yoqilg'i baki bor. Yoqilg'i bakimizga benzin zapravka qilganimizda musor va suv nisbatan oz miqdorda yig'ilib ancha musor bakka to'lgandan keyin benzinosos benzinni haydab berishga qiynaladi va musor to'lib qoladi. Benzin bakimizning ichida benzinosos va uning ostki tomonida pampers degan filtri bo'ladi. Ana shu filtrlari ham to'lib qolishi mumkin. Unda to'lib qolganda keyin musor o'tkazishni boshlaydi. Injektorli mashinalarda injektori to'lib qoladi va karburatorli mashinalarda karburatorga musor o'tkazish holatlari kuzatiladi. X2 avtomobilimizda injektor holati yaxshi ekan, ammo benzin holatini ko'rganimizda shlankadan kelayotgan benzinni zamokni ochib benzinosni ishlatgan holatimizda baklashga qo'yilgan benzin holati juda yomon holatda edi. Ko'rinishi juda achinarli holatda edi. U benzin yoki suv ekanligini anglab bo'lmas holatda edi. Hozir mana bakimizni ochyapmiz. Ko'rib kuzatib boringlar qanday yechilishini. Mana bakimizni ham shuruflarini, gaykalarini yechib olyapmiz. Bunday holatlarda nima qilish kerak? Bunday holatlarda yilda bir marotaba bakni ochib tozalab turish kerak. Hech bo'lmaganda atrofini chang va musorlarni tozalab olamiz. Hozir mana bak holatini ko'ramiz. Ichida nimasi bor, qanday musor, nimalari bor ekanligini ko'ramiz. Benzinosos filtri va benzinosni yechib oldik. Mana ko'rib turganlaringdek pampers filtri to'lib qolgan. Bu bakning ichida aniq musor juda ham ko'p holatda bo'lsa kerak. Hozir ko'rib kuzatib boring. Ostki tomonini ham yechib oldik va ostki tomondan benzinni quyib olamiz. Benzinni chaqab quyib oldik. Benzin holatini ko'rib turibsizlar. Ichidan ancha musor tushdi. Suv va musor holatini ko'rib turibsizlar. Bu bakni zanglashiga va bakdan kelayotgan musordan mashina ishlamay qolish holatlariga olib keladi. Bak zanglab churib teshilishga ham olib keladi. Mana ko'rib turganlaringdek ostki tomonda işte yarim litrga yaqin suv va musor tushdi. Hali bak ichki tomonda bundan da ko'p musorlari bor. Ularni ham benzinda chayib, yaxshilab bakni tozalab olamiz. Mana ko'rib turganlaringdek suv va musor holatlari. Nima deb o'ylaysizlar? Bu suv yoki musor yoki aftol? Nima deb o'ylashingiz mumkin? Kommentariyada o'z so'z va fikrlaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Bakimizni suvda ham yaxshilab chayib oldik-da, qayta yana benzinda chayib, ichini yaxshilab quritib, tozalab, trubka va benzinososlarini mahkamlab mashinamizga o'rnatib qo'yib oldik. Nexia'si bor yoki boshqa mashinasi bor tanishingizga videoni ulashib qo'ying. Musor tiqilib, karburatoriga, injektoriga yoki bo'lmasa mashinasi siltalanib, o'chib qolib, benzin kelmay qiynalib yurgan tanishingiz bo'lsa, aynan o'sha insonga videoni jo'natib qo'ying. Hammaga rahmat. Sog' va salomat bo'linglar. Like bosib, qo'llab-quvvatlab qo'yinglar.
Bundan-da qiziqarli videolar chiqarib borishga harakat qilamiz. Videoda ayrim xato va kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr. Hammaga rahmat.